40-misolda so'rayotgan ekan. B'ni birligini bergan ekan, A'sini 602, S'ni so'rayotgan ekan. Xo'sh, bu yerda to'g'ri burchak uchuvchi bo'lgani uchun mayda topib olamiz birinchi. Bu yerda 602 kvadratiga yo'q. Bu yerda bu 1 bilan x ko'paytmasi x bo'ladi. Ya'ni bularni bu ikkalasini ko'paytirib xdan chiqarsa, mana shu A'ni beradi. Endi bitta Pifagor teoremasini o'qib bo'lsak, x kvadrat plusdan x teng 72 ga. Endi bitta tenglab olamiz. x kvadrat plusdan x minusdan 72 bo'ladi. Minusdan 72 teng 0. Endi bu x minusdan 9, x minusdan 8, x minusdan 9 bo'ladi. Teng 0. Bitta plusdan 9 bo'ladi. X teng bo'lmaydi minus 9 ga. Buni tashlab yuboramiz. X teng 8 bo'ladi. X qiymati 8 ga teng. Keyingi misolda A'sini 6, S'ni 4, B'ni so'rayapti. A'si 6, S'ni 4, B'ni so'rayapti. Bu yerda ham endi x bilan 4 ni ko'paytirib ildizdan chiqaradigan bo'lsak, bu yerda 2 ildiz osti x tomonni kvadratga oshirib yuboramiz. Mana buni boshqa qismda to'rt x plusdan 16 teng bo'ladi 36 ga. 36 ga. Endi 4x teng bo'ladi 16 ni baqobat bo'lsak 20 ga. X qiymati teng bo'ladi 5 ga. Keyingi misolda A'ni 8, B'ni 4, S'ni so'rayapti. Bu ham shunaqa. Ko'paytirib ildizdan chiqaradigan bo'lsak, 2 ildiz osti x. Endi Pifagor teoremasini qo'llaydigan bo'lsak, 4x plusdan 16 teng bo'ladi 64 ga. x teng bo'ladi 8, 48 ga. X teng bo'ladi 12 ga. Xo'sh, bu misolda B'sini qiymatini so'ragan bo'lsa, A'ni qiymatini so'rayapti ekan. B'sini topish oson, bu ham Pifagor sonlardan bittasi 3, 4, B'si 5 bo'ladi. Ga teng bo'ladi. Xo'sh, bitta A, bitta B deb oladigan bo'lsak, bitta aytamiz A plusdan B yig'indisi 5 ga teng deb. Yig'indisi 5 ga teng. Endi mayda ildiz A desak, endi shu ildiz A'ga A kvadrat plusdan AB teng bo'ladi 9 ga.
bitta b kvadrat plyusdan ab teng bo'ladi 16 ga. Sistema qo'yadigan bo'lsak, ikkalasini ayirib olamiz. Bunga qo'shib olish kerak ekan. Birinchi ayirib olamiz. Ayirib oladigan bo'lsak, a ning kvadrati minusdan b ning kvadrati tepadan pasayadigan bo'lsa minus 7 qolar ekanda. Minus 7 bo'lsa a minus b a plus b ga ajratamiz buni. Minus 7 endi bitta a plus b ni 5 deb olganmiz. A plus b 5 bo'lgani uchun a minusdan b ni qiymati teng bo'ladi bitta minus 7 taqsim 5 ga. Endi bitta a minus b minus 7 taqsim 5 bo'lsa, a plus b 5 bo'lsa, ikkalasini sistema qo'shib yuboramiz bularni. Qo'shib yuboradigan bo'lsak, 2a teng bo'ladi. Xo'sh, bularni qo'shadigan bo'lsak, 25 dan 7 ni ayiradigan bo'lsak, 18 taqsim 5. Taqsim 5. Endi ikkini tomonga bo'tadigan bo'lsak, a teng 9 taqsim 5. Taqsim 5 ga. Endi bu yerda b ni topadigan bo'lsak, a ni o'rniga 9 taqsim 5 ni qo'yib olamiz. Baqa o'tadigan bo'lsak, 16 taqsim 5 ga teng bo'lar ekan. 16 taqsim 5. Ko'paytirib yuzdan chiqarib qo'yadigan bo'lsak, 9 taqsim 5 ko'paygan 16 taqsim 5. Yuzdan chiqadigan bo'lsa, bu yerda 1 taqsim 5 chiqishi aniq. Ko'paygan 3 ko'paygan 4 bo'ladi. Bu yerda qiymat 12 taqsim 5 ga to'g'ri keladi. Bu yerda a dan so'ragan bo'lsa, a dan qiymati 12 taqsim 5 ekan. A da 12 taqsim 5 ga.